To'g'risi gap, har kuni bir xil tushdan charchadim. Men yangilik qilmoqchimanmi? Nimadan boshlashni bilmayman. Hamma joy motivator bo'lib ketgan. Nima mavzuni chiqarsangiz, shu mavzuga bir dona chiqadi-yu, undoq emas, bundoq deydi. Lekin aslida olganda shu narsaga amin bo'ldimki, bu dunyomiz o'tkinchi dunyo o'tib ketaveradi. Allohdan ulug' zot yo'q. Allohning aytgan bo'ladi biz sababchimiz. Lekin o'zimga o'zim ba'zi paytlar savol beraman. Charchamadingmi deyman. Xizmat, shu xalqning xizmatida yuramiz. Bilganlar biladi, ustochilik oson emas. Ustochilik juda qiyin. Tim bo'lib hozir bunaqa sharoitda chunki 100% dan 70% yo'lni ketmoqchi bo'ladi, yo'lni almoqchi bo'ladi. Hammasi ham emas, 70-60% shunaqa bo'lib ketgan. O'shanga bir-birimizga ishonch yo'qolganda, nafaqat begonalarga, aka-uka, jigarlar, opa-singillar bir-birimizga mehr, uzoqlashib ketgan. O'sha sababdan chuqur o'yladim va bitta qarorga keldim. Agar sen dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, avval o'zingdan boshlashing kerak ekan. Qachonki sen o'zingni o'zgartirsang, seni muhtingdan o'zgarib ketar ekan. Shunga amin bo'ldim va qo'rqish kerak emas ekan. Rizq Allohdan. Biz sababni qilamiz. Men bu dunyoga bo'lsam ham, bo'lmasam ham rizqni Alloh beraverar ekanda. Farzandimning rizqini, uydagilarning rizqini beraverar ekan. Men bo'lsam ham, bo'lmasam ham. Shu narsaga amin bo'ldim yana bir marta. Ba'zi sabablardan ko'ra bugun 100% shu narsaga amin bo'ldimki, bu dunyoga bu mana shu o'tmishlik, o'tib ketayotgan dunyomizga hech kimga ishonch, hech kimga muhabbat yo'q ekan. Ya'ni zot Alloh. Agar Allohdan so'rash kerak ekan, faqat Allohni sevish kerak ekan. Chunki hammamiz o'tib ketamiz. Va hammamiz insonmiz. Aldaymiz va aldatiramiz. Aldanamiz to'g'risi. Bular hammasi o'tib ketar. Yaxshi kunlar ham kelar. Shoirning she'ri esimga tushib ketdi. Ustimdan kulmanglar, eshitib dardim. Ishonaman, bir kuni keladi baxtim. Ustimdan kulganlar, nonko'rlar xila. Pushaymon yeydilar, so'nggi so'zim. Salomat bo'lamiz. Xizmatdamiz.